Sog'inib tonglar otguncha. Keling. Qarsak chalinglar. Ajabmas kelajakda yulduz bo'lib ketsalar. Ha? Yo, mayli, yulduzlikka da'vogarligingiz yo'q. Lekin muxlissiz. Sog'inib notani aniq. Sog'inib tonglar otguncha. Kutaman quyosh botguncha. Yarim ko'nglim to'lmas ekan. Ey, yig'larman daryo to'lguncha. Sog'inib tonglar otguncha. Kutaman quyosh botguncha. Yarim ko'nglim to'lmas ekan. Ey, yig'larman daryo to'lguncha. Uchrashib daryo bo'yida qo'lishlashib yurar edik. Ammo ko'rmaslar qahrida ko'priklarsiz qolar edik. Sog'inib tonglar otguncha. Kutaman quyosh botguncha. Yarim ko'nglim to'lmas edi. Yig'larman daryo to'lguncha. Sog'inib tonglar otguncha. Kutaman bir. Yarim ko'nglim to'lmas edi. Ey, yig'larman daryo to'lguncha. Ismingiz nima edi? Marhabo opa. Yarim ko'nglim to'lmas ekan. Mana shu Begoboddan kelgan Marhabo opamga qarsak chalmaguncha. Siz bilan 2016-yil duet qilamiz. Yo, siz nima ish qilasiz? Men hozir qiziqib qoldim. Siz buni uncha-munchacha ayol san'atkorlarda yo'q energetika bor. Yorib yuboraman dedingiz. Hozir bor. 2 oy paxta dalasida Begobod sementda ishlayman. Sanoatchimiz 2 oy paxta dalasida otryad boshlig'i bo'lib, Ulug'bek Rahmatullayev qo'shiqlarini diskotekada aytib, hammani ko'nglini xushnud qildim. Hali ham diskotekaga borasizmi? Ha, paxtada bo'ladigan diskotekani aytyapsiz.